Başki, o'tiraki, ulanmiki, yalg'izki, Kalı kavunu yevetti. Kamil kalını haydivetti. shepki kiygan Mahmudbay, talpak kiygan Davudbay, apkashni sut bo'sholmay, yetyapti Savudbay. Keklikede neygi mağbanız? Ki xo'jamning to'yiga. Toyla acep kızımakta, nağır sunay yangramakta. Bilikim bilek, kötürüdü çilek. Yıkıttı meni bir tal toң tezek. Keli kel. Közi köz. Kati kat. Mani man. Katman. Kati kat. Mani man. Katman. Mekka. Tap qo'shilsa maktab bo'ladi. Mak. Tap. Maktab. Ikka. Ki qo'shilsa ikki bo'ladi. Ik. Iki. Öge rök qo'shilsa örük bo'ladi. Örük. Ka mal kamal kemek tap Udu ketivatıdı. Kamal mektepke ketivatıdı. Əcirinin tigi altın. Opa, men mektepke mandım. Somkanğa kempütüye başka yemekliklerini sepip koydum. Bana çilekini etişkip bergin. Kavlanın düğünü soku yiyildi. Mektepin baldırak kaytıp gelgin ha? Opa, karutumni ratlik yığıştırıp ettim. Endi mağmusam keçikip kalımen. Oton, oğlumuz qani? Köymedilim o. Ani qarısılar o mektepke ketdi. Burroq kelishni aytdingizmi? Bu maktabdan kelsa, katman ilib arqoyliga chiqsin. Heliqi qurib qolgan ko'takni ko'lab chiqarib, o'tin qilib o'taydi. Bo'ladi, yursilar birdam aram elib andin chiqsalar. O Kamal emasmi? Ha, shu kat. Uni toza bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishing, xabsallarni men aldadim, nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor? Sen darsda yaxshi bo'lganing bilan bizni nima qilan aytding? Mana misan? Neymiş qorusizlar? Mana endi bo'ldimi? Mushtinda turib qara buning gapini. Uni qattiq qo'ray. Ana do'ppangni. Aqlan bo'lsa bundan keyin darslarda oldimizga o'tib ketmoqchi bo'lma.
Hep, men teximi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'zitib qo'ymusam. Kamal texi hiç qaytib kelmaydi o. Men ansirab qoldim. Opa, men qaytib keldim. Hani bo'z qaytib kelsan, sendan ansirab turgandim. Balam, sana nima bo'ldi? Sen azaldan birasi bilan so'qishib qolmayding. Kim bilan so'qishding? Kim seni boshunda qattiq urdi? Yo'q, opa, men urushmadim. Undaqda yuzing ko'k, do'ppan qon turdi-ku. Bugun maktabda futbol o'ynagan edik. Ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim. Onda emasdi. Raskab qil. Sana zaten nima bo'ldi? Agar birasi buzaq qilgan bo'lsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undaq demang. Dehqonning bolasi nimishqa oliy maktabga borolmaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora oladi. Menga ishining dada. Dada, bugungi darslarimni takror qilib olay, ha? Ma'qul bolam. Sen bek yaxshi jumu dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgina. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xo'sh xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Darhol uyingga qaytib o'qishga minishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Mening oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr sindirdingiz. Menga o'z bolangizga ko'yinganda ko'yindingiz. Men buni esimdan chiqarmayman muallim. Rahmat sizga. Savoqdoshlarim, sizlarni tirishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bag'im Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Bek yaxshi bo'ldi. İpon bilan dadam bu xabarni anglasa qanchalik xush bo'lib ketdi-a? Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibdiman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bolam. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qatim to'sibdiman. Bu qizg'inim uchun oldinda to'liq xijilman. Undaq demang dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni tatdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tatdingiz. Men texmi tirishib o'qib, ajringizga javob qaytiraman. Rahmat o'g'lim.